Assalomu alaykum, bizni kuzatayotgan obunachilar. Bugun Farg'ona viloyati Chimyon qishlog'idagi Konchilar sanatoriyasi haqida ma'lumot bermoqchiman. Bilmasangiz, videoni oxirigacha kuzatamiz. Ketdik. Kapsula luks xonalar hamma joyda ham yo'q. Xullas, Konchilar sanatoriyasida joylari ham sizlar uchun tayyorlab qo'yilgan. Xonalarni ko'rib chiqamiz. Kelinglar. Bu xonalarda borib, kelib maza qilib dam olib, yoki o'tirib olib, olib qilib choylar quyib dam olishga nima aytsin. Dushavaya. Luks, hamma yo'q, blagastroyniy holatda, chiroyli. Xullas, tashqariga chiqishga ne hojat? Maza qilib dam olishga sharoitlar yetarli darajada. Kelib bir dam olib ko'rasiz, aka. Ahli ayolim mana 5 yildan beri Konchilar sanatoriyasiga kelib shifo topdik, Allohga shukr. Hassalar tashab, turmijam sog' bo'lib, juda xursand bo'lib, mana shu yerda mana shifo topganimizga alhamdulillah Allohga shukr qilamiz. Ixlos bilan kelsa, Alloh har doim hammaga shifosini beradi. Ming marta eshitgandan bir marta ko'rgan afzal. Bu yerda yaqinlaringiz dam oluvchilarning oldiga kelib bemalol osh damlab, bir dasturxon atrofida dam olishingiz ham mumkin. Uch yildan beri kelyapman. Birinchi yili endi yaxshigina mazam bo'lmagandi, shu yerdan yaxshi shifo topib ketdim. Bu yerda hamma mumkin bo'lgan fizioterapiya, asas hamma shifo muolajalarni hammasini olib ketaman. Ular hammasi menga yaxshi xizmat qiladi. Mana shu charchoqlarimni olish uchun massajlar, bu nervlarim shamollash uchun fizioterapiyalar, olaversin mana parafillari, parlari, azon suvlari, hammasi, bo'g'in og'ruvlari ham bor-da, shularning hammasi menga yaxshi shifo beradi-da. Shularning davosini polniy kompleks olaman bu davoni-da. Kechki payt sayr qilishga bahavo, chiroyli manzarali joylar. Har gal kelsak, yaxshi yangi sharoitlarni yaratib qo'yishgan bo'ladi. Ko'rib bizlarga hammamizga yoqadi, muolajalari ham, shifo ham, sanatoriy ham umuman yoqadi. Men Toshkentdagi joydan kelaman. To'g'risi, rosa yoqadi menga. Shunday so'lim joylarda dam olib, maza qilib, oilaviy kelishni xohlasangiz, telefon raqam qo'yib qo'ydik. Qo'ng'iroq qilib murojaat qilishingiz mumkin.